Hammasi boshqa hech kim eshita olmaydigan pichirlash bilan boshlandi. Samarqand yaqinidagi qadimiy motelning yorilgan devorlari orasidan ayolning kulgisi aks-sado berardi. U yerda sovuq shamol doim kuydirilgan tutatqi va pushaymonlik hidi kelardi. Ularning aytishicha, 17 xonada tunab qolgan odam hech qachon avvalgidek uyg'onmaydi. Lekin mishmishlar allaqachon sharmandalikni o'z xohishlari ostiga ko'mib qo'ygan ikki sevishgan uchun nimani anglatadi? Laylo va Farid, yosh, beparvo, ikkalasi ham ularni hech qachon kechirmaydigan dunyodan yashirinib, o'sha kecha atrofdagi sukunatga jilmayib kirishdi. Uy egasi, sutli ko'zlari bor ajinli odam, ularga kalitni bir ogiz ham gapirmasdan uzatdi. Lekin Laylo ketish uchun o'girilib, pichirladi. Chiroqlar 3 marta miltillagandan keyin oynaga qaramanglar. Ular kulishdi. Ko'zgu nima qila olardi? Lekin qorong'i tushganda va birinchi miltillash paydo bo'lganda, havo ogirlashdi, go'yo xona nafas olayotgandek. Ikkinchi miltillashda Farid o'z aksini unga taqlid qilmasdan, uni kuzatayotganini his qildi. Uchinchisida Laylo qotib qoldi, chunki oynada uning aksi endi uniki emas edi. Farid, bu menmi? U pichirladi, ovozi titrab. Aks ham jilmaydi, lekin ogiz juda katta cho'zilgan, ko'zlari juda bo'sh edi. Keyin yorug'lik butunlay ochdi. O'sha sukunatda oynadan nimadir chiqib keldi. Arvoh ham, soya ham emas, yuzlarini niqob kabi kiygan o'rtadagi narsa. Ular qichqirib tashqariga yugurishdi, lekin tun cheksiz edi, go'yo Samarqandning o'zi ularni unutib qo'ygandek. Tong otganda ular yaqin atrofdagi ziyoratgohga duch kelishdi. U yerda bir keksa imom hovlini supurayotgan edi. U boshini ko'targanda supurgisi tushib ketdi. Astagfirulloh, nima qildingizlar? Deb nafas oldi. U Laylo gapirishga harakat qildi, lekin tili ogirlashdi, terisi bo'shashgandek edi. Imom ularni ichkariga olib kirdi, chang bosgan kitobni ochdi va shaharning o'zidan ham qadimgi bir hikoyani aytib berdi. Asrlar oldin bir tom ostida gunoh qilgan er-xotin va Alloh ularning nasl-nasabini la'natlagan edi. Ularning avlodlari har safar gunohni takrorlaganlarida yuzlari ayblarning aksiga aylanardi. Farid boshini chayqadi. Biz ular emasmiz, deb turib oldi u, lekin imom faqat devordagi yorilgan oynaga ishora qildi. Unda nega, deb pichirladi u, yuzlaringiz ularnikiga o'xshaydimi? Ular sekin burilishdi va ularga tikilib, endi odam bo'lmagan ikki yuz ko'rindi. Terisi mum kabi erib, ko'zlari tutun bilan to'lgan shisha marmar kabi. Laylo yuzini ushlab qichqirdi, lekin qo'llarida faqat teri tolalari paydo bo'ldi. Farid ibodat qilib, yolvorib orqaga chekindi, lekin uning ovozi ikki xil ohangda, o'zining va boshqa birovning ovozi bir-birining ustiga chiqqan aks-sado kabi qatlamlangan edi. Biz nimaga aylanyapmiz? Deb qichqirdi u, imomning ko'zlari yoshga to'ldi. Siz yashirishni tanlagan narsangizsiz. Xona titray boshladi. Rafdagi Qur'on Tavba haqidagi oyatga ochildi, lekin juftlikning yuzlari allaqachon yo'q bo'lib ketgan edi. Bosh, silliq, ifodasiz, yaratilishdan oldingi loy kabi. Tavba qiling, deb baqirdi imom. Yuzlaringiz ismlaringizni unutmasdan oldin rahm-shafqat so'rang. Laylo tiz cho'kdi, qon va ko'z yoshlari aralashdi. Bizni kechiring, deb qichqirdi u, biz kor bo'lib qoldik. Chiroqlar yana bir bor miltilladi. 1, 2, 3 va keyin jimlik. Imom boshini ko'targanda ular yo'q edi. Oynada faqat ikkita xira qo'l izi qoldi. Biri katta, biri kichik, oynaga singib ketdi. O'sha kecha motel egasi 17 xonani abadiy yopdi, lekin sayohatchilar hali ham ba'zan yarim tundan keyin o'tib ketsangiz, deraza yonida turgan, kaftlarni oynaga bosgan, go'yo eslab qolishni so'ragandek ikki yuzsiz odamni ko'rishingiz mumkinligi haqida pichirlashadi. Va agar siz juda uzoq qarashga jur'at etsangiz, aksingiz sizdan oldin tabassum qila boshlashi mumkin. Aytingchi, hozir o'sha oynaga qarashga jur'at etarmidingiz? Qaraysizmi?